Mana bir oylik ish haqing. Bir oy ishlab shuni ishladimmi aka? Shunga yarasha ish bo'ldi. Mayli aka, boriga shukur. Allo. Da, manman Farruh. Avtosalonga tinchlikmi o'zi? Xo'p, hozir boraman. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Aka, buxgalteriyada sal xatolik ketibdi. Tinchlikmi, nima bo'pti? Shuncha problema. Salon yana o'zidan o'zi qaytadigan bo'ldi. Shuning uchun ming uzr so'rab oldimga keldim. O'g'ay. Adashmayapsizlarmi? Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha? Hayotda qiyinchiliklardan birga o'tishga ruxsat berasizmi? Na ruxsat beraman. Jamiki narsalar Allohning mulki. Berganda kibrga ketmasdan, olib qo'yganda esa sabr qilishlikni o'rganaylik.